qizil tog'lar xuddi ikkita imchakday ko'rinib turadi. Nom loyihasining bu galgi sonida avval Qizil Emchak, hozir esa Sarchashma deb nomlanuvchi Shahrisabz tumanida joylashgan va betakror manzillari bilan mashhur bo'lgan mahalla haqida hikoya qilamiz. Biz qishloqning tarixini, ya'ni uzoq yillik tarixini aks ettiruvchi qadimiy muzeyga keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Necha yillik tarixga ega bu muzey? Bu muzeyimiz 6-asrdan miloddan oldin boshlagan shu qishloqda tarixi. Kim kelayotgan bo'lsa bu qishloqqa shu birinchi shu tarixni ko'rib kim ketadi. Qishloqlik tarixchilardan biri Bahrom akaning oldilarida turibman. Ular mahallaning nomlanishi va uning qanday paydo bo'lgani haqida ma'lumot beradilar. Assalomu alaykum Bahrom aka. Va alaykum assalom. Bu 2000 yildan ko'p oldin ham u Sarchashma qishlog'i bo'lgan. Avvallari bu Sarchashma Qizil Emchak, xalq orasida Qizimchak deb nomlangan. Bu bitta rivoyat. Ikkinchi rivoyat, shahar tomondan kelayotganda mana Nondek qishlog'i bor. O'sha Nondekdan ertalab qarasangiz, mana shu tog'imiz bor, Childoqtaron tog'imiz bor. Shu tomondan quyosh chiqayotgan paytiga qip-qizil tog'lar xuddi ikkita imchakday ko'rinib turadi. Shuning uchun pastdagi xalqlar mana shu joyda endi turkiy xalqlar yashaydi-ku. Qizil Emchak deb nomlangan. Keyinchalik mana shu Qizil Emchak rasmiy hujjatlarga, o'sha payt kolxoz bo'lgan, kolxozning hujjatlari ham Qizil Emchak. Xalq orasida Qizimchak deb nomlangan. 1979-yilga Sarchashma deb nomlanganlik sababi mana shunday e'tibor bergan bo'lsangiz, qishloqning yuqorisiga chashmalar bor, buloq. Qishloqning pastiga ham buloq bor. Bu Chashma Garmak dedim, deymiz bizlar. Issiq buloq. Yuqoriga ham mana shundan kelib chiqib Sarchashma, ya'ni qishloqning buloq boshiga joylashganini bildiradi. Buloq boshi, bunday tarjima qilsak agar. Sarchashma efirda 5098 ta aholi yashaydi. Shundan 1325 ta oila, 1098 ta xonadondan iborat. Mana bular 10-asrgacha nayzalar bu. Mana nayzalar bu. Yaqinga topdik yana bitta nayza, bitta joydan. Mana teri bor, ularni to'lagan ham yo'q. Teri bor. Ana bu 6-asrdan. Uzoq tarixga ega Sarchashma haqida uzoq gapirish mumkin. Shu tufayli biz bu yerga bahor oylarida ham kelishni reja qildik. Keyingi manzil qayer bo'lsin, qaysi joy nomlari sizni o'ylantiradi? Fikrlaringizni kutamiz.